Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, uy-joy savdo muxlislari. Bugungi manzil Farg'ona shahar Shakar qishloqida bo'lyapti. 508 sotik 9 xona hovli uy sotilyapti. Akalar, uyni kelib ko'ramiz. Mabodo yoqsa, bitta like sizdan xizmatmanda. Uyimiz yaxshi, endi yomon emas. Olasiz, yashaysiz. Endi maqtasa ham bo'lmaydi, pastga ursa ham bo'lmaydi. Hamma xona o'ziga shirin deydi-yu. Mana shu xona sotilyapti. Kiramiz, to'g'ri ma'lumot beramiz. Akalar, uyni ko'ring. Yo'qsa oling. Aka, juda qimmat emas. Yaxshi narx qo'yapmiz. Uylar ancha arzonladi. Mana sotilyapti. Ma'lumot beraman, kelib olishlaring mumkin. Aka, qo'llab-quvvatlab tilaksizdan xizmatimni abdushi yuraveramiz. Kirdik mana. Kirganda kattagina hovli. Kattagina hovli. Uzumlar bor, archalar bor, tutlar bor mana. Holat. Darvozaxonadan kirasiz. Chap qo'linda bitta xona, ikkita xona, uchta xona bor. Mana yerda 4 ta xona bor. O'shi 9 xona deyilyapti kitobida. Endi bir qadar kelib ma'lumot beramiz. Endi 508 sotiq. Mo bo'zi ag'ida ham katta joy bor. Endi mo o'g'il boqasini, manga sanga qilasizmi? Mana shu xonadon. Kiramiz, to'g'ri ma'lumot beramiz. Endi tevalari DVP. Oluvchi odam o'zini sekin chiroyli holatda gipsa gardon bilan tunuka qilib olgan joy. Agar bu uy remontli, akvaron bo'lib, tunuka bo'lganda, bat ancha qimmat bo'ladi. Siz arzon beryapmiz, uni o'zingiz olib sekin remont qilib olasiz. Bismillah deb teva chiqamiz. Xo'p, ayvon mana, terrasasi. Terras holati mana shu mana. Ochiqmi? Qo'ygan ikkinchi xonaga kirib ko'rasiz. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum, hojon yaxshimisiz? Sizmisiz? Bitta xona. Xo'p, ikkinchi xona. Ikkinchi xona azizlar yaxshi. Tashqariga ikkita 4 ta rom qaragan ekan. Divorning holati shu, mana divor emulsiya, devor DVP, kamin pechka bor, batda yozin qishin gazimiz vajang. Bitta xona, ikkinchi xona. Mana yerda 3,5 ga 5 xona bor ekan, bat bek. Kelsangiz ko'rib ko'rsatamiz. Bu endi oshxona. Bismillah. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bat endi bitta oshxona mana. Gaz plita bor, vanna bor, ko'tarma pol, supa bor. Hamda bitta xona bor mana. Xona taylar pol qilingan. Divan DVP, eshiklar taxt ekan. Mana bu xona. Homiyda. Bat yana xona. Mana yerda shariatda xonasi bor. Bu yerdan eshigi bor mana. Bu yerdan chiqamiz. Bu yerdan chiqdik. Kirgan xonamiz, xona. Huzuriy ahamiyat bermaysizlar. Hojatxona, tandir, o'cha. Uyda holati shu mana. Xo'p, hurmatli mijozlar, bu joyim Farg'ona shahar Shakar qishloqida bo'lyapti. Jome masjiddan pastga tushganda 508 sotik 9 xonali hovli sotilyapti. Aka, bog'cha bor, maktab bor. Damaslar qatnaydi shaharga, 2000 ga qatnaydi. Eng zo'ri. Aka, shu sotilyapti. Narxini aka $50,000 deyapti. Savdolashga imkoniyat bor. Agar mabodo mana shu xonasiga yoqsa, kelib ko'rib olishingiz mumkin. Bizni qo'llab-quvvatlab, bitta like sizdan xizmatimiz abdushi. Salomat bo'lsa yengil.